Biz keyin yana mana shu uyg'unlikda yashashimiz orqali, mana shu chiroyli gumon qilib yashashimiz orqali, sokinatda, sevgida yashashimiz orqali bizda Xudo ko'rib turganday yashash bu judayam katta ulug' maqom hisoblanadi inson uchun. Xudo ko'rib turganday yashash darajasi bu eng oliy daraja deb o'ylayman. Biz har bir vaziyatlarda biz o'zimizni zolim yoki ojiz pozitsiyasiga solavermasdan mana shu vaziyatlardan, mana shu jarayonlardan o'zimizni holatimizni chiroyli ta'minlash orqali har bir vaziyatni o'qib turgan holda Xudo nima deydi deyish orqali har bir ishimizni qilayotgan mehnatimizni qilayotgan har bir ishimizni Xudo ko'rib turganday, Xudo roziligi uchun qilsak, bu Xudo ko'rib turganday yashash darajasi hisoblanadi. Xudo ko'rib turganday yashashimiz uchun juda ko'p, bu uchun juda ongimiz ancha kengaygan bo'lishi kerak, chiroyli gumon qila olishimiz kerak, signallarni qabul qilishimiz kerak, har doim, har sekundda, har kunimiz rozilikda yashay olishimiz kerak. Mana shu qabul qilish bizda kuchli bo'lishi kerak. Qabul qilish, chiroyli gumon qilish bu idrok, tafakkur qilish hisoblanadi. Mana shu daraja bizni yaratgan bilan bog'laydigan ip, aloqa mana shu hisoblanadi. O'zi bizani Alloh bilan hech qanaqa o'rtada chegara bo'lmasligi kerak o'zi aslida. Faqat biz o'ylaymiz, biz o'zimizga qo'ygan shartliklarimiz, talablarimiz katta bo'lgani uchun men Xudo gunoh qilmasligim uchun yoki uning oldida u meni duolarimni eshitishi uchun namoz o'qishim kerak yoki ro'za tutishim kerak yoki bir nimalar deb o'zimizga yoki qanaqadir bir kiyimda yurishim kerak degan takliflar, talablarni oldimizga, shartliklarni qo'yishimiz orqali biz undan ancha uzoqlashgan bo'lamiz. Shuning uchun bu talablarni olib tashlash kerakda. Shunchaki uning vaziyatlarini, uning bandalarini qabul qilish, har bir vaziyatga, har bir kunimizda vaziyatlar ko'pda. Har bir kunimiz bu bizni yashashimiz shu o'zi aslida. Vaziyatlar orqali biz yashaymiz. Shu umrimizdan unumli foydalanamiz. Mana shu yashash orqali har bir vaziyatda yashay bera olishimiz, turib bera olishimiz, o'zimiz uchun, holatimiz uchun, ruhiyatimiz uchun turib bera olishimiz, chiroyli gumonda bo'lib, rozilikda bo'lishimiz orqali biza mana shu rozilikni, mana shu chiroyli gumonni butun olamga taratamiz. Butun olamga, tasavvur qilyapsizmi? Butun olamga biz mana shu rozilikni, minnatdorlikni, shartsizlikni, sokinatni butun olamga taratamiz. Bu degani mana shu tarata olish, bera olish hisoblanadi. Olamga berish mana shu hisoblanadi. Beruvchi qo'l har doim oluvchidan ustun turadi. Mana shuning uchun bizning maqsadlarimiz tez amalga oshadi. Mana shu etap, mana shu darajada yashashimiz bizga juda katta cheksiz narsalar hayotimizga kirib kelishiga ochib beradi, hayotimizga kirib kelish uchun. Shuning uchun Xudo ko'rib turganday yashash to'g'ri, ozroq bu darajada og'riqlar ko'tariladi. O'sha og'riq glavniy fishka, tochka bo'ladi. O'sha og'riqlar, o'sha qo'rquv, alam, nafrat, mana shularni fikrlarimiz orqali, chunki bizni miyamiz bu generator vazifasini bajaradi. Undan foydalanish kerak. U shunday keldi, shunday ketish uchun berilmaganda, u juda ham mo'jizakor narsa hisoblanadi. Bizning miyamiz bu dunyodagi birinchi mo'jiza hisoblanadi. Shuning uchun undan foydalanish kerak, uni ishlatish kerak.
u bizni holatimizni ta'minlash uchun, hayotda chiroyli yashashimiz uchun, hayotda har bir vaziyatlarda, har bir jarayonlarda turib bera olishimiz uchun uning vazifasi fikr qilish, idrok qilish, tafakkur qilish. Mana shuni ishlashga, mana shu generatorda ishga tushirib yuborishimiz orqali biz o'zi Xudo bilan bog'lanishni boshlaymiz. Chunki biz fikr qilamiz, tafakkur qilamiz. Unga fikr qiluvchi bandalari eng sevimli hisoblanadi Yaratgan uchun. Tafakkur bandalari uning uchun eng sevimli, eng yaqin bandalari hisoblanadi. Eng sevimli bandalari hisoblanadi. Ayniqsa ayol kishilar, ayniqsa bizlar uning agar fikr qilishimiz, shu tafakkur qilish orqali yashash darajamizni sifatlashtirib boraversak, uning eng sevimli erkatoylari bizlar hisoblanadi. O'zi dunyodagi barcha ayol kishi Xudoyimning erkatoylarimiz o'zi aslida. Lekin mana shu idrok qilish, tafakkur qilish, chiroyli gumon, fikr qilish bizdagi mana shu sevgini uyg'otib yuboradi. Mana shu ayniqsa biz orqali ayol kishidan o'tayotgan chiroyli gumon, sevgi, sokinat bitta ayol kishi shu narsani uddalasa butun yer yuzini yoritib yuboradigan darajada. Shuning uchun bizga juda ham zarur sevgida yashashimiz, chiroyli har soniyada, har kun, har soniyada, har bir vaziyatda, har bir daqiqada biz chiroyli gumonda bo'la olishimiz, har doim fikr qila olishimiz, bu bizda bor narsa. Har doim eslab ko'ring, diqqatli bo'ling. Siz ham har doim fikr qilgansiz, har bir vaziyatlaringizdan chiqib ketishingiz uchun nima qilgansiz? O'sha kuchingizdan foydalangansiz. O'sha kuch bor. U faqat onda sonda foydalanasiz undan. Shuning uchun har kun foydalanish kerak. Foydalangan oldin ham foydalangansiz, bundan keyin ham foydalana olasiz o'sha kuchdan-da. U kuch bizda bor, har kun bor, har soniya bizning imkoniyatimiz aslida shu, azizlarim. Agar diqqatli bo'lsangiz, idrok qilsangiz, bizning eng katta imkoniyatimiz bizning tafakkurimiz hisoblanadi. O'shaning uchun biz sevgida yashashimiz uchun, garmoniyada, chiroyli gumonda yashay olishimiz uchun har doim, har bir vaziyatlarda, har bir bandalarida biz uni yaratgani sevgisini his qilib tura olishimiz, bu Xudo ko'rib turganda yashash. Bu u bilan bog'langan holda yashash. Bu til ojiz buni ta'riflashga. Qalb yengil bo'ladi, yayraydi-da, qalbingiz yayraydi, arziydi-da, umringizdan qalbingiz yayrashi uchun yashasangiz, shu taraflama umringizdan foydalana olsangiz, qalbingizni yayrashi uchun umringizdan unumli foydalana olsangiz, o'z o'rningizda turish orqali, miyamizni boshqarish, fikrlarimizni boshqarish orqali o'z o'rnimizda tura olsak, umrimizdan unumli, mana shu tariqasida unumli foydalanib, biza faqat qalbimiz uchun, qalbimizni yayrashi uchun uni xizmatidan foydalana olsak, bu Xudo ko'rib turganday yashash. Bu maqom bilmadim, hali menda o'sha boshlanishi, bu juda ham hamma narsani eritib yuboradi. Siz uchun muammo qolmaydi hayotda. Odamlarni, atrofdagilaringizni bir qanday norozi bo'ladigan darajalarni ko'ra olmay qolasiz. Shunchaki ular yo'q bo'lib ketadi u narsa. Muammo degan narsa yo'q bo'lib ketadi shunchaki aslida. Menga bu darajaga erishishim uchun menga stressli vaziyatlar ochib berdi. Glavniy fishka menda stressli vaziyatlar mana shu ochilishimga, mana shu etapga chiqishimga sababchi bo'ldi. Keyin men angladimki, dedim, bizdagi har bir stressli vaziyatlar bu bekorga emas ekan. Bu o'zimizga diqqatli bo'lishimiz uchun ekan. Umrimizdan o'sha unumli foydalanish vaqtimiz kelgani uchun ekan. O'sha faqatgina bu dunyo emas, u dunyomiz uchun ham u dunyo saodatiga erishishimiz uchun ham, yashashim uchun ham mana shu stressli vaziyatlar bo'lyapti ekan degan
qarash, mana shu fikrlarga keldim, mana shu anglashlarga keldimdagina keyin уже manda shu vaziyatlarni o'qish boshlanib ketdi. Qanaqadir har bir atrofimdagi insonlar, yaqinlarim, vokruг olam tashqaridagi signallar уже menga qandaydir signalda уже bularni o'qishga o'tib ketdim. Yaxshiligini ko'rishga o'tib ketdim. Bilmadim bu qanday nima, lekin mani holatimni ta'minlay olishimga, fikrlarimni boshqara olishimga, nafsimni tarbiyalay olishimga xizmat qildi deb hisoblayman o'sha stressli vaziyatlar. Uchun men stressli vaziyatlardan minnatdorman, roziman. Bu vaziyatlar Xudoyimning vaziyatlari hisoblanadi.